Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti 2008-yil 4-oyda 2-chi qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 25-bob. Yangaqdan chiqqan xat. 1. Muxtar Mergan 8-nomerlik kamerdan atışlıq mahbusning jasadini ochib ketgancha qaytib kelmagan edi. Onunğa mana bugun 2 hafta bo'ldi. Dong Janyujang bu ishqa qo'liqini yo'qirib olib, hech nimani uqmas bo'lib yuraverdi. Biroq Muxtar oddiy mahbuslardan emas edi. U bo'z dongda partizanlar boshlig'i degan gumon bilan qo'lga ilingan edi. Bu deloni Twenjang Jauxanchi mu 5 qo'ldek bilatdi. U pat-patla bu deloning izdirikini qilib qo'yatdi. Javobgarlik surishtirish vahimasida aloqador kishilarning yuragi pok-pok bo'lib yurishatdi. Lekin oxiri berib javobgarlik yanela Uchqunlar ittifoqi a'zolari ustiga ortildi. Qattiq besim, so'roq qilish boshlanib ketdi. Qattiq so'roq oldi bilan Osmon ustida bo'ldi. Yarim kechida so'roqxonaga qiynash qurollaridan to'qmoq, cho'moq, qirliq tasma, qamcha, to'qsim, to'mir kaltak, begiz, nayza qatorliq narsalar taq-mutaq qilib qo'yilgan edi. So'roqchilardan Jang Vaybi, Aqub, Yasin qatorliq kalla kesarlar hozir bo'ldi. Jang Vaybi dastlabida yon quroli bilan qattiq vahima popoza qilib, "O'lim bilan yashashning qaysisini tanlaysan?" deb so'radi Osmondan. "Ha. Osmon turib qaqoqlab kulatdi. Turib kulkisini to'xtatib, so'roqchiga qattiq g'omiyib qaraydi. Uning goh kulib, goh g'omiyishlari takrar davr qilatdi. So'roqchi ara oldida to'mir kaltak bilan urib, Osmonning bosh ko'zini yervatdi. Burundan lozi suvi quyib, uni hushidan ketkizdi. Ikkinchi kuni kechasi so'roqxona o'ttirisiga qora parda tortib qo'yib, Osmonga pash qilg'uchining pash qilish so'zini anglatdi. Osmon yanela avvalgi kechasidagidek usul bilan taqobil turib, pash qilg'uchini lat qilibatdi. Pash qilg'uchi oxir g'oyib bo'ldi. 3-oqshimi Osmon ustidagi so'roq to'liq bir kecha davomlashtirildi. Osmon boshdan oxirgacha ha kulkisi bilan qarshilik ko'rsatdi. So'roqchilar iloj qilolmay jazo qurollarini ishga solib, to'mir sim va qirliq tasma bilan uni bo'lishiga savdi. Osmonning badanidan qizilqon shurqirab oqatdi. Osmon chapan ko'nglikini silvatgan edi. Uning maykisining oldiga qizil yipda kashlangan Lutfulla Mutallibning jangovar nazmisi so'roqchilarning ko'ziga qadilib turadi. Osmonning badanidan tapchirab eqib turgan qizil qon uning maykisidagi nazm qurlariga singishib, shalpardak aks etib ko'rindi-da, so'roqchilar nazmining mazmunini tushungan siri o'duq ketishdi. Jang Vaybi yugurib kelib Osmonning maykisini yirtib olmoqchi bo'ldi. Osmon xuddi qo'chqardek uning beshiga birla usib so'roqchini tikmollaq tushiribdi. Osmonga shu hamon yo'g'on ishkal silib, uni qorong'u zay kamerga yana solibdi. Mushundaq so'roq Lutfulla, Bilal Azizi, Turdi Hüseyun, Yusufjon, Abdulla Rozi qatorliqlar ustidimi kecha kunduz davom qiladi. Ig'ir qiyin qistoqlar orqali azoblashga qarshilik ko'rsatish yuzidan Uchqunlar ittifoqining tayanch a'zolari turmida ochliq e'lon qildi. Bu kurash 3-kuniga qadam qo'yganda cho'ng kamerning bulingda yotadigan o'ra ko'z, o'roq, egiz bir mahbus kurashdan voz kechib, oshkora osiylik qildi. "Ey nomard, noahli!" dedi vijdonli bir yosh mahbus o'rnidan chachirab turib, uningga devinib berib, "Senda zodi vijdon bormi? Sirtda ajab po'chilik qilatding-ku. O'zingni ko'kka ko'tarib, kishilarni vijdonsiz deb fitna qilatding-ku. Amda-chu?" deb uningga kuchlik nafrat yog'dirdi. "Undaq degining bilan," dedi asiy mahbus. "Menga hozir vijdon emas, jon kerak." Mahbuslar Asiyga tushdan tegish qildi. Asiy birdan gap yo'rg'ilitibmi baxti, lekin oqmay qoldi. Oxir u saram qiyofatga kirib olib, beshini chim purkab yetib oldi. Dal mushu chog'da 7-nomerlik kamerda
ayrim yetivatgan Lutfollarning qishiga bir ig'ir yaralangan mahbus kirgizib qo'yildi. Uning yuz ko'zlari qattiq tayoq zarbidan qonga milangan bo'lib, hech bir toza yerini ko'rgili bo'lmaydi. Ko'ngliki titma bo'lib ketgan, jimi a'zoyi ko'kartib o'tilgan, qo'liga ko'yza, putiga ishkal silingan edi. Uni saqchi mushlagan peti 7-nomerlik kamera ichiga ittiribdi. Yangi mahbus jarohatining og'riqiga chiday olmay, zar qaqshaydi. Lutfolla zinhor uxlay olmaydi. Uning nolasidan bezor bo'ladi. Mahbuslarni har kuni taratga chiqqanda, heliqi ikki saqchi paydo bo'ladi-da, yordar mahbusni yana qattiq uradi. Uning ikki quttur tishini urib chiqaribdi. Biroq bu hila uzunga barmayla oshkor bo'lib qoldi. Yangi mahbus aslida tajribalik yantoqchilarning biri edi. U ma'lum bir nahiyada xizmat qilgan chig'ida gunohsiz bir ayolni etib tashlagan qotil bo'lib, viloyatlik saqchi idorasi o'zining tajribalik bu razvedkachisini o'zimiz bir taraf qilamiz deb uning delosini o'tkazib olgan edi. Viloyatlik saqchi idorasining razvedka xodimlari qotil bilan nurg'un qatim maxfiy so'zlashib, uningga xizmat ko'rsatib, jinoyatini yuvish fursati berdi. 7-nomerlik kamerada Lutfollarning yanida hozir o'ynalayotgan komediya ana shundoq boshlangan edi. Qotil razvedkachi bu xizmat uchun fidoyi bo'lib qasam ichdi. U yo'g'on bosh, do'g'aloq, semiz, o'ttiri bo'y, 26 yoshlarga kirgan talva maxluq edi. Uning kamer ichida o'ynamoqchi bo'layotgan o'yinini oldin ola sizib qolgan sezgir shoir "Nalani yig'ishtir lalma, bo'lmasa beshingga atman chalma" dedi uningga ogoh berib. Yarador mahbus gohida xubsan bo'lib oladi. Gohida qattiq ingrab nala qilib, "Men mushu kunga qolsam, hech kimning menga ichi og'rimaydi, hech kim mo histashlik qilmaydi. Kundala urush, qiynash, xaf, bu zulmmo bir kuni tugar" deb munojat qiladi. Shoirning yiniga urib kirgizilgan bu maxluqning zulm ustida yolg'on shikoyat qilayotganini anglagan Lutfollar darhol g'azab bilan "Pah, sening o'rib olgan niqoblaring nima degan abjil, nima degan razil" dedi. Lutfollar keyincha yordar mahbusning nolisiga parvo qilmaydigan bo'ldi. To'la chog'larda naqsha aytib, ruhiy ozuq oladi. Kamer ichida gimnastika o'ynaydi. Har kuni sahar o'rnidan turib olib, gazitxona beg'ida tornik o'ynashni yaxshi ko'rgan Lutfollarga tornik o'ynash xumari qiladi. Biroq ikkala qanoti mahkam bug'ishlangan bu tangirtog' burukti hozir to'mir qafas ichida turadi. Oradan birar oy o'tar o'tmay Gundupaylar yordar mahbusni ushtum-tut achiqib ketdi. Ikkinchi bo'lim razvedka amaldorlari uningdan xizmat ko'rsatish axboroti so'radi. "Atidin kechgacha naqshlar aytidi, so'z qilmaydi" dedi u javob berishga qiynalib. "Shulimi?" deb so'radi darg'azabga kelgan razvedka amaldori. Qattiq so'kish va nashtarda qadalgan ko'zlardan bearam bo'lgan qotil jasus beshini ko'tarishga petnolmay yerga qarab tugilib turib oldi. Qotil jasus butdak turilib zuvan surmagandan keyin ikkinchi bo'lim boshlig'i chacharab o'rnidan turib, uningga qattiq ikki kacha salgandan keyin "Aram tamoq, yo'qol ko'zimdan" deb varqirdi. Ikkinchi intayin zay tor qop-qorong'u kamer ichidagi sesiqchilikning dastidan odam chidab turg'ili bo'lmaydi. Uning ustiga kunda dog' suvda qaynatilgan so'k ichib, Lutfollarning salomatligi nacharlashib boradi. Lutfollar bu ig'irchilikqa pisand qilmaydi. 7-oyning o'ttirlari edi. Kamer ishkidagi post almashtirilib, yosh bir saqchi postda turadigan bo'ldi. Bu yosh saqchi beshiga 12 burjaklik cho'ng qasqan shapka kiygan, o'ttir bo'y kelgan bir yigit edi. Gundupaylar Lutfollarni boshqa mahbuslar bilan qo'shib, atiganlik tarafga akatdi. Postda turgan yosh saqchi yigit atrofiga bir qur qarab chiqqandan keyin yanchuqidan kichikkina bir xaltani oldida Lutfollarning kamer ichidagi o'rin ko'rpisi ustiga tashlab qo'ydi. Mahbuslar tarat sindirib qaytib keldi. Gundupaylar kamer eshigini taqab, heliqi saqchi bilan billa boshqa kamerlar tarafga ketishdi. Lutfollar
Təratdan qaytib gəlgəndən keyin orun körpüsü üstüdə turğan yoçun xaltını görüb asta söküb içivedi. İçidən bir içmayka və kosar çıxdı. Şair içmaykini qolğa ilişi bilan tang bir dana yamaq tokkida qilib yerga tushdi. U hayron bo'lib, yamaqni qo'lga elib sinchilab qarashga boshladi. Uning uchun bu bir sirliq tepishmoq edi. Yamaqni saqlab qo'yishim kerak, deydi u o'z-o'ziga. Biroq u yana hikmat buning ichida bo'lishi mumkin, deb o'ylab yamaqni chiqib ochdi. Mig'izi ilib tashlangan yamaq ichidan nefis qog'ozga yozilgan 2 parcha xat chiqqan edi. Lutfulla hayotini basalmay sakrab ketdi. Qog'ozning biriga tuvandagi xatlar putilgan edi. Yatolmasdiki vafodor og'inlaringizdan, otxonada sizni kutib kishnab turgan kuluk yo'rg'a tulparingizdan, chinar shoxlarida pig'on to'kib sayrab turgan ko'k to'lg'oqlar navosidan sizga salom. Muxtar Margandan salomingizni topshirib oldik. Biz fidoyi bo'lishga atlandik. Sizni qutuldirish yo'lida sepil tuvida o'lishga rozimiz. Sizga omonlik va shodlik tilaymiz. Lutfulla orqadan ikkinchi qog'ozga yozilgan salomnomani o'qidi. Shaptulmay bo'lib pishdi, shoxlar egilib tushdi. Bulbul uçdi yu bağdin, ümit yulduzi köşdi. Anamның ko'zida qon yosh, gelidin o'tmidi ham osh. Gulendem bilan dilbar qiz kun tun g'am bilan mungdash. Zalimlar qilib zo'rliq yetimga kelib xo'rliq. Ko'rmudiq tuzuk hovliq, bu bizga nima sho'rliq. Bog' ichida tol bo'ylar, haza ko'rinar to'ylar. Qachon kelar bulbul deb yetim singlingiz o'ylar. Xatlarni o'qib bo'lgandan keyin Lutfullaning yuragida bir o't lavildab yondi. U o'tliq hissiyot ichida qalbida jo'sh urayotgan hayajonini basolmaydi. Bu xatni bu yerga zodi kim akirgando? Deb hayron bo'lib o'z-o'ziga savol qo'yadi. Oxiri uzun o'y xiyol surib gumonni heliqi 12 burjakli qasqan shapka kiygan yosh saqchiga markazlashtirdi. Demak, dedi o jazmlashtirib, bu yangi saqchi cho'qim Rustamning inisi Yunus ekanda. Vijdoniga barakalloh. Lutfulla bilan Yunus 1944-yili 11-oyning oxirlarida Langardagi xonaqoning oldida tanishgan edi. Shoir uningga tam sovishib berib etib, iqlim masalalari ustida suhbatlashgan. Bu uchrashish har ikkisining qalbida unutilmas ta'sirat qoldirgan edi. Bo'libmi Yunusning Lutfullaga bo'lgan hurmati va muhabbati texmo cho'nqurlashgan edi. Rustam o'z inisini planli holda saqchilikqa kirgizib, sirtda qolgan inqilobiy kuchlar bilan Lutfulla o'rtasida aloqa o'rnatgan edi. Yunus bugun o'zining birinchi qatimliq majburiyatini sodiqlik bilan ado qildi. Shunga bugun uning qalbi cheksiz shodlikqa cho'mgan edi. 3. Muxtar Margan 8-numurliq kamirdan Atishliq Mahbus Rahmanning jasadini qo'l g'arvisiga yotqizib chiqib, tashqarqi bozor aylanmasiga yetib kelganda, bu yerda bir necha ming kishi to'plashib turadi. Muxtar g'arvini tortib minib kishilar orasidan qisilib aran ta'sda ozoda yo'lga o'tib oldi. Bu odamlar nimishqa munchalar to'plashib olgandi? Muxtar ko'cha to'qmishda to'pqa qarab turgan oqsoqol bir kishidan so'radi. Buvay terikib, "Qulqingizni kimga go'riga qo'yib kelyapsiz? Hozir tilingizdan ko'ra, qulqingiz bilan ko'zingizni ko'proq ishq soldigan chog' qarmamsiz, ana avu ushoq bolalar nim deyishyotidi?" dedi Muxtarga sovuq tegib. Degandek, nurg'un ushoq bolalar bir xil qo'shiqni takror varqirab to'lishadi. Yo'ldan chiqmaymiz, xondan qo'rqmaymiz, yo'ldan chiqqan ambalni bizmi sotlaymiz. Muxtar Margan surishta qilsa ahvol mundaq ekan. Bugun tong saharda Topqan degan yezidan 2 namrat dehqon shaharga o'tin sotqili kelibgan qo'rchoq qo'g'dinish atirtining 2 chiriki kelib dehqonlarning o'tinini tortib olmoqchi bo'libdi. Dehqonlar norozilik bildiribdi. Chiriklar dehqonlarga zo'rliq zo'mbuliq qilibdi. Ahvolni kuzatib turgan langarlik bir tambal mushlashki yigit kelib oraga tushdi. Yigitning zarbisi qaynab chidab turolmabdi-da, bargan peti o'zining bozg'andek qattiq mushtumi bilan
chiriklarning xamriga toza keltirib salgan ekan. Chiriklarning har ikkisila domlab shu yerdagi sisiq suv ozgiliga tikmo'laq tushib ketibdi. Muxtar ahvolni bilgandan keyin ko'ngli yayrab ketdi. U jasadni ilib minib Langardagi cho'ng xonqa oldiga keldi. Uzun o'tmay jamoat yig'ilib, Rahmonning namozi tushirildi. Muxtar Margan jamoat bilan billa jasadni qo'yib qaytdi. Muxtar vazifasini o'rindab, andin Osmonning omonatini qiri onasiga tekkizdi. Zaval tushgandan keyin u Lutfulla sizib bergan yo'l xaritasi bo'yicha Yatolmasqa qarab minib, Aliyatqo mahallada Rustamning uyi oldiga keldi va eshikni chekdi. Rustamning uyida Nurullah qatorliq yigitlar vaziyat to'g'risida qiziq parang qilishyotdi. Ular Muxtarning eshik chekkanini anglay olmay qilishdi. Muxtar eshikni amdi chinroq urdi. Kim? Ikkinchi qatim chekilgan ovozni Rustam anglab yugurib chiqib, noma'lum mehmonning kimligini so'radi. Muxtar o'zini ma'lum qilmay turib, avval aniqlash nazarda uy egasiga "O'zingiz kim bo'lasiz?" deb so'radi. "Rustam", dedi uy egasi javob berib. Muxtar Margan javobini anglagandan keyin qarorgohiga iziqmay kelib olganiga xushal bo'lib, "Uyingizda hozir odam ko'p ekan, siz bilan xoli ko'rishmoqchi edim", dedi Rustamga pichirlab. "Undaqda o'yladi ko'rishayli." Ikkaylan o'yladimi turmay bir egiz chinarning tuyiga berib to'xtadi. "Men hozir turmadim. Li Mutallibning sizga yozgan bir parcha xatini akeldim. Boshqa muhim gaplarimmi bor. Nurullah degan og'iningizmi anglashga tegishlik, lekin tezroq bo'linglar. Men bu yerda ortiqcha hayol bo'lib tura olmayman", dedi Muxtar. "Intayin yaxshi gap", dedi Rustam qizg'in muomala qilib. "Siz amsa tomning keyinda birdam ta'xir qilib turing. Men avval uyimdagi odamlarni yo'lga silib o'tay." Rustam uyiga kirib Nurullahning quliqiga asta pichirildi. Odamlar uydan tarqalishdi. Rustam bilan Nurullah Muxtar Marganni boshlab Nurullahning xoli uyiga apardi va akcha paranglashdi. Oldi bilan Rustam bilan Nurullah Lutfulla Mutallib turmadan chiqargan xatni o'qidi. Har ikki yigit bir tortib o'tgandan keyin Muxtarning ko'ziga qarashdi. Muxtar hamma ahvolni bir-birlab tunishtirdi. Orqadan Rustam: "Endi qanday qilamiz deysiz?" deb savol qo'ydi. "Men bir jangchi, palvonman", dedi Muxtar. "Men hozirla bo'zdonga qarab otlanaman. Hali sizlar o'qigan xat shoirning jang farmoni. Mushu farmon bo'yicha tog'da jang boshlayman. Shoirning tavsiyasi bo'yicha sizlarning biringlar menga hamroh bo'lsanglar, ishimiz texmi o'ngishli bo'ladi." "To'g'ri", dedi Nurullah qat'iy talaffuz bilan. "Shoir o'z xatida yigit so'zidan qaytmas, yo'lvas izdan debdi. Aslida shoir bilan ikkimiz bo'zdon safariga tayyorlanib bo'lgan edik, lekin Kajpalak ishimizni ta'tir qilyapti. Mana hozirmi ikki tulpar otxonada to'qiqliq turibdi. Men siz bilan fidoi bo'lib mangaman. Shoirning jang farmonini o'rindab o'lsam, arminim qolmaydi." Yoz kunlari tun qisqa edi. Ular shunchilikla so'zlashib minishga tayyorlandi. Ular choy pay ichib olgandan keyin otxonaga kirib, qushboshliq egar to'qilgan ikki otni yetilab chiqib, Muxtar Margan bilan Nurullah yo'lga atlandi. Nurullah minish oldida Rustamga: "Sen kechib turmay, atila bizning jangga atlanganligimizni shoirga bildirib, bir parcha xat yozib", deb topiladi. Bu xat biz yuqorida bayon qilgan yangoq ichiga joylashtirilgan xo'sh xabarning o'zi edi. 25-bob tugadi.